Ha do'stim, seni o'rtada turib o'ylanganingga qaraganda qaysi yo'lga yurishni bilmay turibsan. Seni bu hayotda ikkita yo'ling bor, biri oq, biri qora. Oq yo'l ezgulik, yaxshilik va saxiylik yo'li. U seni bir kuni jannatga eltadi. Yana biri esa tubanlik, razillik va pastkashlik yo'li. Bu qora yo'l. Bir kuni seni jarlikka itadi. Sen esa qay tomonga yurishni bilmay turganingga qaraganda qalbingni tub-tubida oq yo'lga yurasan-u, lekin qora yo'ldan seni kimdir yetaklab ketyapti. Ammo u yo'l juda ham qisqa va senga azob beradi. Iloji boricha u qo'lingdan yetaklayotganni itarginda oq yo'ldan emaklab ket.